mana shu joyga yig'ishimizdan asos aynan muhtaram prezidentimizni bir insonli qarori ijrosini ta'minlash, undan tashqari aholi o'rtasida, shahrimiz hududida, bundan tashqari jamiki respublika hududida sodir etilayotgan, ya'ni sodir etilishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari oldini olish va ularga aynan qarshi profilaktik tadbirlar o'tkazish maqsadida Quvasoy shahar hududida mana targ'ibot karvoni o'tkazish rejalashtirilgan. Aynan bugun asosiy maqsadimiz o'sha aynan jamoatchilik ishtirokida, undan tashqari korxona tashkilotlar, maktabgacha ta'lim muassasalari ishtirokida mana shu targ'ibot tadbirimizni o'tkazib olamiz. Uydan ko'chaga chiqqan har bitta odam borki, bu harakat ishtirokchisi sifatida qaraladi. Mana shifokorlar uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar bularga murojaat qilsa, bular uchun bemor bo'ladigan bo'lsa, biz uchun har bir inson uydan tashqariga chiqqan, yo'lda yurgan, piyodami, velosipedchimi, yo'lovchimi, haydovchimi, hammasi harakat ishtirokchisi hisoblanadi. Harakat ishtirokchisi yo'l harakati qoidalariga amal qilishi kerak. Mana bugun Quvasoy shahrida aholi hamda yo'l harakati ishtirokchilari o'rtasida avtokarvon tashkil etildi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad yo'l harakati ishtirokchilari tomonidan kelib chiqayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Hozir bizga yo'l harakati xavfsizligi tomonidan avtokarvon targ'iboti o'tkazildi va biz bundan o'zimizga kerakli xulosalarni oldik. Biz maktabga kelib ketishda yo'l harakati qoidalariga amal qilamiz.